Kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi, deyishibdi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choparlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas, hamma nimanidir nolar edi. Bir kuni tunda podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Endi mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q, debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib, shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Lekin qarashsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan.